soxta profil ochibdi. Keyin o'sha soxta profilidan sevgilisiga taklif yuboribdi. Sevgilisi nima qilgan? Nima qilibdi? Taklifni qabul qilib, unga javob yozgan. Albatta, qizning ishonch paydo bo'ladi-da. Keyin janjallashishdi. Sinab ko'ramizmi? Hazillashyapsizlarmi? Umerga boshqa qiz nomidan yozmoqchimisan? Ha? Profil ochdim. Nomini Pari deb qo'ydim. Chiroyli nom. Taklif ham yubordim. Endi javob yozadimi, yo'qmi? Sinab ko'rib. Umer yozmadimi? Voy. Yo'q. Men bekorga profil ochib o'tiribman, ahmoq bo'lib. Mayli, o'chirib tashlayman. Hojat yo'q. O'chir. Taklifini qabul qildi. Nimalar deyapsan, qani? Meni kuzatishni ham boshladi. Qalaysan deb yozdi. Voy. Nega tanimagan qiziga qalaysan deb yozadi? Shunday deb yoz. Beykozda soat 4da deb yoz. Chinor kafesida uchrashamiz deb yoz. Umer, yozyapman. Mana. Nima bo'ldi? Boraman deb yozdi. Umer, tamom bo'ldi.